Tavaru markazida ishlashingizdan xursandmisiz? Albatta juda ham xursandman. Har kuni ertalab ishga xursand bo'lib, yaxshi kayfiyatda kelaman. O'quvchilaringizni-chi yaxshi ko'rasiz? O'quvchilarimni ham juda ham yaxshi ko'raman. So'z bilan ifoda eta olmayman. Bu rosa yosh ko'rinar ekansiz. Bolalar bilan ishlash charchatadimi? Yo'q, charchatmaydi. Maza qilib ishlayman. Bolalarni urib yubormaysizmi mabodo? Yo'q, urmayman. Siz shu markazga jiyaningizni masajga o'qitayotgan ekansiz. Ko'nglingiz to'lyaptimi masajdan? Ha, normal, yaxshi. Rezultat sezdinglarmi? Ha, sezildi. Yurib ketdimi masajdan keyin? Ha, ancha yurishlari yaxshi. Bugun ishga kech kelibsiz deb eshitdik. Direktordan gap eshitdingizmi? Yo'q, ozgina urishdilar. Yo, to'g'risini ayting, yaxshigina gap eshitib oldi shekilli. Yo'q, ozgina ishtirab soldilar. Siz mashg'ulotlardan ko'nglingiz to'lyaptimi? Albatta, ko'nglim to'lyapti. Bugun rosa ochilib ketibsiz. Ishga har kun shunaqa yasanib kelasizmi? Yo'q, shunaqa tabiiy chiroyliman, to'g'ri qilib. Lavingizni botoks qilmaganmisiz mabodo? Yo'q, shu pomadam uchib ketib qoldi. Sentrda narxlarni oshirib yuboribsiz deb eshitdik. Yo'q, shu eski narxda. Pedagoglarning oyligidan kesib qolmaysizmi? Yo'q, faqat shtraf so'raman.